unutmang, shu videoni maksimalni tarqatingizlar. Xudo xolasa avtomoykada bo'ladi ikkita akamiz uchun ishimiz. Assalomu alaykum akalar hamda opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashar yo'qmi? Akalar aytib o'tgandek, uje ish sezoni kelgan. Rossiyada yurgan, musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz uchun iltimos, mana shu videoga befarq bo'lmaysizlar, bittadan like va kommentariya o'z fikrlaringizni bildirib qolingizlar. Akalar, opalar, xudo xolasa bundan buyog'iga yana yangi ishlarni kutib qolasizlar. Bugungi ishimiz yana ikkita akamiz uchun bo'lyapti. Sankt-Peterburg shahrida yurgan akalarimiz uchun. Dokumenti bo'lsa ham, bo'lmasa ham bo'ladi. Chunki vatandoshlar borki, bez dokument oramizda yurganlar ham. Imkoniyat yo'qki dokument qilgani, shu akalarimiz uchun bo'ladi bu ishimiz. Akalar, befarq bo'lmang, shu videoni maksimalni tarqatingizlar. Xudo xolasa avtomoykada bo'ladi ikkita akamiz uchun ishimiz. Sankt-Peterburg, Finlyanskiy metro Finlyanskiyga yaqin ekan akalar. Zakritий zona u yer. Ichkarida bo'ladi ekan. Zavorlangan girda hech kim kira olmaydi deydi. Xazayinni nomeri pastga qo'yilgan. Ruskiy o'zini o'sha moykani xazayini nomeri. Kimdir akalar shunaqa moychik akalarimiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Aytib o'taman, yoshi 18 yoshdan to 35 yoshgacha olinadi ekan. 18 yoshdan to 35 yoshgacha qancha shustri bo'lsa deydi, 4000-5000 rubl kuniga ishlashi mumkin deydi akalar, opa. Shuning uchun iltimos, maksimalni mana shu videoni tarqatingizlar. Akalarimiz besh yurgan bo'lsa, inshaalloh borib yetib boradi va birgalikda savobga ega bo'lamiz akalar, opalar. Xudo xolasa poddержкani unutmasangizlar, yana yangi ishlarni inshaalloh bizning kanalda kutib olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa yana yangi videorolikda ko'rishguncha deb qolaman.